O'rtoqlar, qolip ishlab chiqarishda foydali ma'lumot bermoqchiman. Sizlar ishlab chiqarmoqchi bo'lgan mahsulotinglarni xomashyosini qanaqa xomashyodan qilinayotganini bilishingiz juda ham muhim hisoblanadi. Chunki qolip ishlab chiqarishdan oldin xomashyoni turlari ko'p bo'ladi. Ana shu xomashyoni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Chunki xomashyoni zichligiga qarab turib, biza qolipga metal tanlaymiz. Agar siz zichligi qattiq bo'lgan xomashyo tanlab qo'ysangiz, unga yumshoqroq metaldan qolip qilinadigan bo'lsa, bu albatta qolipning umrini qisqartiradi. Bizda hozir yana bitta qolipimiz tayyor bo'ldi. Bu polipolietilen xomashyosi uchun qilingan qolip hisoblanadi. Hozir shu mahsulotni sizlarga ko'rsatmoqchiman. O'rtoqlar, biz qolipimizni hozir test jarayonidan o'tkazdik va muvaffaqiyatli o'tdi. Polipolietilen xomashyosidan qilingan maxsus yashiklar hisoblanadi. O'rtoqlar, kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Qolip ila bo'lsa, qolip iladan plastik detallar ishlab chiqarib beramiz. Qolip ila bo'lmasa, qolip ilani ham yasab beramiz. Bemalol aloqaga chiqinglar.